Ma'naviyat, mehr va oqibat mavzusidagi kelajak soatini o'tkazishda avvalo doskaga mavzuga oid ko'rgazmalarni ilib qo'yishni maslahat beraman. Bu o'quvchini darsga ruhiy tayyorlab, mavzuni ko'z bilan qabul qilishga yordam beradi. Keyin do'stingni top metodidan foydalanib o'quvchilarni juftlaymiz. Bunda har bir o'quvchiga bittadan karta tarqatiladi. Pushti rangli kartalarda amallar, yashil ranglilarida esa shu amallarning oqibatlari, ya'ni natijalari yozilgan bo'ladi. Kartalar tarqatilgan pushti kartadagi o'quvchilar amallarni birma-bir o'qiy boshlaydi. Yashil kartadagilar esa qaysi amal qaysi oqibatga mos kelishini topib, o'sha o'quvchi bilan juft bo'lib bir partaga o'tiradi. Shu orqali mavzuga kirish juda tabiiy va qiziqarli tarzda amalga oshadi. Mavzu tushuntirilgach, kelajak oynasi usulidan foydalanadi. Juftliklar agar bilan boshlanadigan gaplarni davom ettirib, o'z fikrlarini bildiradi va o'qib eshittirishadi. Shundan so'ng darsning eng muhim va eng qiziqarli qismi mehr yo'li labirinti boshlanadi. Bu labirintni juda puxta ishlab chiqdim. Unda oqibatli insonlar manziliga olib boradigan bitta asosiy yo'l va undan tashqari yana 3 ta muqobil yo'l mavjud. Eng boshida birinchi test kartasi o'qib eshittiriladi. Sinf birgalikda javob variantini tanlaydi. O'qituvchi esa karta ko'rsatilgan yo'nalish asosida qaysi yo'ldan yurish kerakligini aniqlaydi va sinf shu yo'ldan harakatni boshlaydi. Har bir yo'l kesishmasida navbatdagi karta ochiladi. Test savoliga berilgan javobga qarab, o'ngga, chapga yoki to'g'riga yuriladi. Shu tariqa manzilga faqatgina testlarni to'g'ri ishlash orqali yetib borish mumkin bo'ladi. Yakunda o'quvchilar qaysi manzilga yetib kelgan bo'lsa, o'sha rangdagi kartadan motivatsion gaplar o'qib eshittiriladi. Bu gaplar o'quvchilarni ranjitmaydi, aksincha ularni o'ylashga, o'sishga va keyingi safar yanada oqibatli bo'lishga undaydi. Natijada bu dars juftlikni, jamoani ham birlashtiradigan, mehr va oqibatga boy haqiqiy kelajak soatiga aylanadi. Dars materiallarini elektron shaklda olish uchun izohlarda mehr so'zini yozib qoldiring.